Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin va aqibatu lil muttaqin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning siyratlarini o'qishlikdagi keyingi darsimizni boshlaymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Fasta' bima tu'mar va a'rid anil mushrikin oyati nozil bo'lganidan keyin da'vatni oshkor qilishlik payg'ambarimizga Alloh tomonidan amr qilindi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam da'vatni oshkor qilar ekan, u zotning da'vatiga asosan kambag'al, faqir, bechoralar iymonga kelishdi. Boylar, kiborlar, zodogonlar iymonga kelishligi juda bir qiyin bo'ldi. O'jarlik qilishdi. Buni albatta sababi bor edi. Quraysh, mana aytdik, arab qabilasi edi. Arab tilini juda yaxshi bilishardi. Ular iloh kalimasini ma'nosini juda yaxshi tushunishardi. Ular birgina payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni la ilaha illalloh kalimasini qaytarib qo'yishligi tili bilan qiyin emas edi. Lekin bu kalimani aytgandan keyin ular shu kalimani ma'nosini tushunganligi uchun, uni javobini berishlik qiyin bo'lganligi uchun aytishmadi. Chunki iloh degan so'z ular uchun juda bir aniq, ravshan kalima edi. Ular Allohga, oxiratga, hisob-kitobga bo'lgan iymon ulardan mutlaq itoatni talab qilar edi. Shuning uchun o'zlari odatlanib qolgan, gunoh ma'siyatdan biror kun xoli bo'lmagan hayotini o'zgartirishlikni xohlashmadi. Chunki ular aytdik, mana o'jar xalq bo'lgan, qaysar xalq bo'lgan, bir gapida tura olgan. Agar shu kalimani aytsa, endi bu kalimaga javob berish kerak. Shuning uchun ular bu kalimani qaytarmagan. Odatda o'rganib qolgan ishlaridan tiyilishligini xohlashmadi, nafsini sindirishligini xohlashmadi. Shuning uchun boylarni yoki kiborlarni iymonga kelishligi qiyin bo'ldi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Qur'onni birinchi bo'lib oshkora tilovat qilgan kishilardan bo'ldi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Quraysh jamlanib turganida Ka'batullohning oldiga bordi, baland ovozi bilan Qur'on o'qishlikni boshladi. U Qurayshning obro'li, sayyid kishilardan bo'lishiga qaramasdan, Quraysh uni qattiq kaltayladi. Yuzlaridan qon oqdi, hatto yuzini oqqan qonni ko'pligidan u kishining kimligini tanib bo'lmasdi. Qur'onni oshkor o'qiganlardan, mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam da'vatni oshkor qilgandan keyin bir qancha marta Quraysh payg'ambarimizni bu ishidan qaytarishlikka harakatlar qildi. Qaytara olmaganidan keyin ochiq dushmanlik, ochiq aziyat berishga o'tdi. Qur'onni Qurayshga oshkor o'qib bergan kishilardan yana bittasi, birinchilardan o'qib berganlar bu Ibn Mas'ud roziyallohu anhu. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu nihoyatda bir oriq, nimjon kishi edi. Orligi shu darajada ediki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam keyinchalik Madina-i Munavvarada bir g'azotdan qaytib kelayotganlarida bir pishgan xurmoni mevalarni ko'rdilarda, kim bizga anavi mevalardan uzib beradi dedilar. Shunda Ibn Mas'ud payg'ambarimizni buyrug'ini bajarish uchun shunday shoshganicha daraxtga osilib chiqib ketayotganda boldiri ochilib qoldi. Oyog'ining ingichkaligi ko'rinib ketganda sahobalar kulishdi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uning oyog'ining ingichkaligidan kulasizlarmi? Allohga qasamki, Ibn Mas'udning bitta oyog'i Alloh taoloning huzurida Uhud tog'idan ko'ra og'irroq dedi. Mana shu nimjon bo'lgan shu bir arvoq zaif kishi Quraysh jamlanib turganda Ka'baning oldida Ar-Rahman surasini boshladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ar-Rahman allamal Qur'an. Ovozini chiqarib boshlaganda Quraysh Ibn Mas'ud nimani o'qiyotganligini tushungandan keyin shunday turishdida, endi Abu Bakr, sayyid bo'lgan Abu Bakrni tepkilagan Quraysh qanday kambag'al, bechora bo'lgan Ibn Mas'udni urmasin. Tepkilab tashashdi. Ular uni urishar ekan, tepishar ekan, to'xtamasdan Ar-Rahman surasini o'qirdi. To o'qib bo'lguncha tepishdi. U ham to'xtamadi, oxirigacha o'qidi. Allohning kalimasini oshkor o'qib qo'yganligi mana shunday azob, aziyat. Ulardan pul so'ragani yo'q, ulardan boshqa narsa talab qilgani yo'q. Bor yo'g'i Allohni yakka deb qo'yganligi ularning aybi bo'ldi. Quraysh albatta bu ularning orasida paydo bo'lgan holatdan norozi edi. Ularni va bobolarini adashgan, ibodat qilayotgan sanamlarini hech narsa emas deyotgan Muhammad alayhisalomni Abu Talibning himoyasida ekanligini bilishdi. Abu Talibning oldiga kirishdi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam, mana o'tgan darsimizda aytib o'tdik, o'zini urug'ini yig'ib turib, ularni
dinga da'vat qilmoqchi bo'lgan paytda Abu Lahab o'rnidan turib, "Ey Muhammad, agar yana diniy haqida gapirmoqchi bo'lsang, to'xtataver. Eng yaqin kishisi. Yana dinini gapiradigan bo'lsang, biz bu narsani eshitishni xohlamaymiz. Agar sen deyapti, ey Muhammad, aytayotgan gapingda turib oladigan bo'lsang, bizga, ya'ni bizning urug'imizga butun Quraysh qarshi bo'ladi. Butun Quraysh emas, butun arab qabilalari qarshi bo'ladi. Ularning hammasi bilan urushgani bizning toqatimiz bo'lmaydi. Sen bizga olib kelgan narsang juda bir yomon narsa bo'ldi." So'ngra ana shu yig'ilib o'tirgan Banu Hoshim urug'iga qarab Abu Lahab aytdiki, "Agar o'zimiz buni tiyib qo'ymasak hozir, boshqa qabilalar tiyib qo'yadi. Qo'shimcha biz urug'imizga hammasi dushman bo'lib ketadi. Tiyib qo'yaylik buni" dedi. Payg'ambarimiz Abu Lahabni bu gapidan keyin mana birinchi majlisida agar ketishlikni xohlasanglar ketishinglar mumkin deb javob berdi. Birinchi kundan boshlab da'vatini to'qnashuv bilan boshlashligini xohlamadi. Javob berdi. Keyingi majlisda mana aytdik, ularni Abu Lahabsiz chaqirib bittama-bitta da'vat qildi. Abu Lahab payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni yomon ko'rmas edi. Payg'ambar bo'lgunga qadar. Payg'ambarimizni juda yaxshi ko'rar edi. Yaxshi ko'rganligini bitta dalili Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tug'ilganida ana shu doyalik qilganlardan bittasi Abu Lahabning cho'risi Suvayba ismli ayol edi. Abu Lahabning cho'risi Suvayba payg'ambarimiz tug'ilganda yugurib chiqib turib, Sayyida Abu Lahabga aytdiki, "Ey sayyidim, siz jiyanli bo'ldingiz. Ukangiz Abdullohdan bitta yodgorlik qoldi" deganida, xursand bo'lganidan hali cho'ri ayolga ozodsan deb bordi. So'yinchisiga qulni ozod qildi. Payg'ambarimizni shunday yaxshi ko'rar edi. Lekin dinni olib chiqqan paytda dushmanlik qildi. Nima uchun? Chunki yuqorida aytib o'tdik, hali iloh kalimasini bilgan Abu Lahab payg'ambarimiz shu gapida turib olsa, uni iqtisodiga, uni havoyi xohishlariga zarar yetkazadi. U ham nafsini tiyish kerak, u ham bir qandaydir bir o'zini mayl iste'lardan voz kechish kerak, uni shaxsiy manfaatlariga ziyon yetkazib qo'yishligini tushunganidan keyin o'zini amakisi qarshi chiqdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shu urug'ini da'vat qilib birma-bir gapirar ekan, amakilaridan mana 4 ta amakisi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zamonida tirik bo'lgan. Payg'ambarimizga vahiy kelganda 4 ta amakisi tirik bo'lgan. Kattasi Abu Talib, Abu Lahab, Abbos va Hamza. Ikkitasi kofir bo'lgan, ikkitasi islomni qabul qilgan. Abu Lahab dushmanligini ochiq e'lon qildi. Abbos bilan Hamza javob bermadi. Faqatgina Abu Talib aytdiki, ya'ni o'layotganda payg'ambarimizni doim himoyasida ushlab turishligini o'g'li Abu Talibga vasiyat qilgan edi. Abu Talib otasiga bergan ahdida turib aytdiki, "Men jiyanim Abdul Muttolibni dinidan chiqa olmayman. Lekin himoyamdan chiqarmayman" dedi. "Lekin sen ey jiyanim, boshlagan ishingni davom et. Allohga qasamki, to men tirik ekanman, sen meni himoyamdasan" dedi. Abu Lahab yana qarshi chiqib, Abu Talib bu urug'ning kattasi edi. Bundan kelib chiqdiki, butun urug' Abu Talibning gapiga sukut bilan rozilik javobini berdi. Payg'ambarimizni Banu Hoshim himoyasida ekanligi aniq bo'ldi. Payg'ambarimiz da'vatni oshkor qilishligini, quvvatini siri shunda edi. Butun urug' payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning himoyasida edi. Payg'ambarimiz o'zi asli birovning himoyasiga muhtoj emas. Alloh subhanahu va taolo o'zi himoya qilib oladi. Lekin ummatlariga dars bo'ldi. Payg'ambarimizni himoya qilib turadigan bitta odami bor, da'vatni bemalol qildi. Bu ham sabablardan bittasi edi. Shundan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'chalarda, bozorlarda, yig'inlarda, valimalarda qayerda da'vat qilishni iloji bo'lsa, bor ovozi bilan, "Ey odamlar, la ilaha illalloh deylar, jannatga kirasizlar. Ey odamlar, la ilaha illalloh deylar, najotga yetasizlar. Ey odamlar, la ilaha illalloh deylar, butun arablarning ustidan sayyid bo'lasizlar" dedi. Endi shunda mulohaza qilishimiz kerakki, da'vatni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima bilan boshladilar? Sen do'zaxsan. Aroq sotasan. Sen benamozsan, yeganing harom. Sen roza tutmaysan, sen ichganing harom. Mana aytdik-ku, da'vatni ham kimdan o'rganamiz? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan. Mushrik bo'lgan, yegan ichgani harom bo'lgan, fosiq bo'lgan kofirlarni payg'ambarimiz xushxabar bilan da'vat qilyaptilar. Ro'parazda bitta odam tursa, namoz o'qimaydigan bo'lsa, nimadan boshlaymiz biz? Yoshlar. Sen to'shni duo ijobat olmaydi. Seni qilgan ihsoningga kirib olmaydi.
Seni qilgan duoing ijobat bo'lmaydi. Nimaga? Sen namoz o'qimaysan. Bir odam badbashara bo'lsa, shu yuzida kichkinagina bir chiroyli holi bo'lsa, shu holidan boshlash kerak. Holi chiroyli ekanmi desiz, keyin gapingizga keyin quloq soladi. Bizda hamma yo'g'i tekka shu bitta benamoz aybi bor yo'g'i. Shunga sanchimiz biz. Uni ihsoniga kirib bo'lmaydi, ha? Nimaga desa, masjidga chiqmaydi. Uni iftoriga kirib bo'lmaydi. Nimaga? Taravaga chiqmaydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ularni bezitib da'vat qilyaptimi yoki ularni rag'batlantiribmi? Ana shu namoz o'qimaydigan, ichadiganga akalar. Qachon qarasa uni do'zaxligi, yegani haromligini gapirganini eshitib o'rganigidan-chi qatib ketgan mat. Endi bitta odam kelib turib aytsa, birodar, sizda aniq jannatda joyiz bor sizni desa. Birodar, siz jannatligingizni bilasizmi deydi? Deydi. Keyingi gapiga qiziqib qoladi, to'xta. Hamma meni do'zaxga hukm qiladi-yu, bu nimagadir meni jannatligim aytayapti. Nimaga uni deyapti desa, Alloh haqida nima deysiz desa, la ilaha illalloh deydi. Ana Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar, kim qalbida ixlos bilan bir marta la ilaha illalloh desa, albatta jannatli degan. Hujjat bormi? Hujjat bor. Benamoz odamning amallari qabul bo'lmasligiga hujjat ham bor. Uni aytmay turing hozir. Payg'ambar Muhammad alayhisalom xizmat etsa, Muhammad Rasululloh bo'ldi, jannatda joy bor bunga. Ishonaringlar, javob bor bunga. Modomiki shirk keltirmasa. Qaranglar, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nimani boshlayaptilar? Tavhidga chaqiryapti bor yo'q. Allohni bitta deb qo'y yetadi. Hali namoz, roza, boshqa amallar yo'q hech qaysisi. Biz hali u kalimani tushunmagan odamga bo'yga tekandek 2,5 metr takadan salla o'raysan, pochchani shimalaysan, unday qilasan, hali u iloh kalimasini la ilaha illallohda tushunmagan odamga gurjit qilib tashlaymiz bizning tilda. Enaka qo'y deydi, shu odam bilan gaplashmay deydi. Kim istab keladi u? Uni cho'chitadigan odamdimi yoki uni qiziqtiradigan odamdimi? Agar bo'yga da'vat qilishlik kerak bo'lsa. Quraysh Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bu ishidan albatta norozi edi. Abu Tolibning oldiga kelishdi. "Ey Abu Tolib, sen himoyangga olgan jiyaning bizni qiyin ahvolga solib qo'ydi. Uni tinchitib qo'y, yo bo'lmasam himoyani ol, biz o'zimiz tinchitib qo'yamiz." Abu Tolib ularga chiroyli javob berib, ularni chiqarib yubordi. So'ngra da'vatda davom etdi. Abu Tolibning oldiga Quraysh yana keldi. "Jiyaningni bizlarni adashgan, olihalarimizni haqorat qilishidan, adashgan deyishligidan, bizni haqorat qilganiga sabr qila olmaymiz. Ey Abu Tolib, oramizda fitna bo'ladi, jiyaning sabab bo'ladi, tiyib qo'y jiyaning" dedi. Abu Tolib o'zini urug'i bilan Qurayshning boshqa urug'lar o'rtasida fitna bo'lishidan qo'rqib, o'zini qabiladoshlar, o'zini urug'ini chaqirdi. So'ngra, "Ey jiyanim" dedi. "Quraysh bilan bizning oramizda fitnaga sabab bo'lmang. Bu ishingizni to'xtating. Bu katta bir musibatga sabab bo'ladi" dedi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam mashhur so'zlarni aytdilar. "Ey amaki, agar ular mening o'ng yelkamga quyoshni, chap yelkamga oyni qo'yib, bu ishingni tashla desalar, hech qachon rozi bo'lmayman. Men to bu ishim ro'yobga chiqqunicha yo uning yo'lida o'lgunimcha ortimga qaytmayman" dedi. Payg'ambarimizdagi qat'iyatni ko'rganidan keyin Abu Tolib, "Ey jiyanim, Allohga qasamki, hech qachon sizni ularga topshirib qo'ymaymiz" dedi. Qolgan urug'lari ham aytdiki, qarindoshchilik, urug'chilik hamiyati qo'zib turib, "Ey Muhammad, olihalarimizni so'ksang ham, bizlarni bobolarimizni adashgan desang ham, seni himoyamizdan chiqarmaymiz" dedi. Banu Hoshim payg'ambarimizni himoyasiga olishligini unga e'lon qilishdi. Payg'ambarimizni da'vatdagi quvvatini siri sababi shu edi. Lut alayhisalom, mana tarixga murojaat qiladigan bo'lsak, Ibrohim alayhisalom Lut alayhisalomni Sadom qavmiga da'vat qilishlikka yuboradi. Sadom qavmi yer yuzida hali hech kim qilmagan fahsh, bachchavozlik bilan shug'ullanadigan bo'ladi. Lut alayhisalom kelib ularni Allohga da'vat qilgan, lekin ular kelgindi bo'lganligi uchun, himoya qiladigan qarindosh urug'i, qabiladoshlari yo'q bo'lganligi uchun mensishmas edi, to'g'atishmas edi. Shunda uyiga farishta, 3 ta farishta keldi Lut alayhisalomdan. Yigitlar ko'rinishida. Shunda ana shu bachchavos bo'lgan qavm eshikda turganida, ularni insofga chaqirganida ular gapiga quloq solishmadi. Shunda aytdiki: "Qola law anna li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid."
o'zini ojizligini himoya qiladigan birorta odam yo'qligini shu qabilaning ichida o'ylab turib aytdiki, Lut dedi, qani endi sizlarga kuchim yetsa yoki kuchli bir suyanchig'im bo'lsa. Ya'ni ishongan odamim yo'qda deyapti, yolg'izman deyapti. Lut alayhissalomdan keyin kelgan hamma payg'ambarlar kuchli qabila, katta urug'lardan chiqdi. Toki shu payg'ambarni himoya qiladigan o'zini qarindoshlari urug'lari bo'lsin. Shundan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hech ikkilanmasdan da'vatida davom etdilar. Qurayshni Abu Talibdan kutgan maqsadiga yetisha olmagandan keyin yana bir ajib, g'arib bir taklif bilan kelishdi. "Ey Abu Talib" dedi, "Mana Amor ibn Valid. Amor ibn Valid ismli bir yigit, nihoyatda bir kelishgan, basavlat, chiroyli, nasl nasabli, puldor bo'lgan bir yigitni olib kelib aytishdiki, "Mana Amor ibn Valid. Shuni sen ol o'zingga, o'g'il qilib ol, Muhammadni bizga ber." dedi. Agar bitta o'g'limdan mahrum bo'lib qolaman deyotgan bo'lsa, mana senga o'g'il dedi. Deganda Abu Talib aytdiki, "Ajib" dedi taklifinglar, g'arib dedi. "Men sizlarni o'g'linglarni olib, himoyamga olib tarbiya qilay-yu, o'zimni bolamni sizlar so'yib olishlari uchun qo'llarga topshirib qo'yaymi" dedi. Ajoyib taklif edi. Bunga ham rozi bo'ldi. Shunda Quraysh nihoyatda bir qiyin ahvolda qoldi. Payg'ambarimizga gapini o'tkazadigan amakisi hech bir orqaga chekinmayapti. Payg'ambarimizni topshirishni xohlamayapti. Ikkita yo'l turadi. Quraysh yo payg'ambarimizni bahs qilib, hujjat dalillashib turib, fikrdan qaytarishlik yoki ikkinchi nimasi holati urushlik edi. Shunda Qurayshning eng bir hurmatli ko'zga ko'ringan kishilaridan Valid ibn Mughira, Xolid ibn Valid roziyallohu anhuning otasi. Validni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldiga payg'ambarimiz bilan bir bahs qilishlik uchun jo'natishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ka'batullohning oldida o'tirar ekanlar, Valid keldi. "Ey Muhammad, ey jiyanim, nima ish qilyapsan? Bobolarimizni adashganlarga chiqarding, sanam butlarimizni so'kding, ota-bobolarimizni ahmoqqa chiqarding, qavmning o'rtasiga fitna solding." Ya'ni har qanday odamni hayotda bir qilayotgan ishidan maqsadi bo'ladi. Valid ibn Mughira shunga ishora qilib aytayaptiki, "Ey Muhammad, agar bu qilayotgan ishing kasal bo'lib qolganligi uchun, bir kasal sababli shu ishni qilayotgan bo'lsang, bir og'iz ayt, pul to'playmiz, dunyodagi eng yaxshi tabiblarni olib kelamiz, seni davolasin. Yo agar bu qilayotgan da'vatingdan mol va dunyo orttirmoqchi bo'layotgan bo'lsang, uni ham ayt, pul to'plab beramiz, ichimizdagi eng boy odam sen bo'lasan." Ya'ni Valid ibn Mughiraning o'lchovi dunyo. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'lchovi oxirat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Valid ibn Mughiradan bu so'zni Ka'baning oldida jim eshitib o'tirar ekan, Valid davom etar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam gapini bo'lmasdan eshitib turdi. Bu ana shu bahsni, suhbatni odobi. Bu kofir, ahmoqona gapni gapiryapti, lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning odobini ko'ringki, gapini bo'lmasdan jim eshitib o'tiribdilar. Qilgan takliflarning shunisi, agar ey Muhammad, sen sharafni xohlayotgan bo'lsang, oramizdagi eng sharafli kishi sen bo'l. Agar xohlasak, Makkani sayyidi deb seni tan olamiz. Agar mulkni, podshohligini xohlayotgan bo'lsang, uni ayt, Makkaga podshoh bo'l. Bunga ham rozimiz. Yo agar ayollarga yetmoqchi bo'layotgan bo'lsang, ayollarimizdan xohlaganingni senga xohlaganchasini nikohlab beramiz. Ya'ni payg'ambarimizni mana shu da'vatini to'xtatishlik uchun qanaqa shart bo'lsa, ular ko'nishyapti. Ya'ni yuqorida aytilsa, sog'lik, mol dunyo, hurmat, podshohlik, xotin. Qisqa qilib aytsak. Shuda endi dunyoda bir dunyo g'amida yashayotgan odamda ketadigan maqsadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga mana shu narsani o'zlari taklif qilishyapti. Lekin ko'ringlarki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning javobi qanday bo'ldi? Unga oshcha gapirib o'tirmadilar, Qur'on oyatlarini o'qib berdi. Ya'ni shu javobidan shunday dars olamizki, bizda shunaqa da'vat bo'ladi. Ba'zida shu enalarimizdan eshitib qolamiz. Namoz o'qisang, qalbing toza bo'ladi. Davom etkizinglar. Ishing yurishadi, odamlar orasida davom etkizinglar, ko'p. Lekin o'sha niyatda namoz o'qiydi, ish yurishmaydi.
O'sha maqsadda masjidga chiqadi, ko'pam biroq hurmat qilavermaydi. Endi nima qiladi? Tashab qo'yadi. Dinni dunyo matosiga yetishlik uchun amaliga kirishayotgan bo'lsak, bu din emas. Chunki Allohning roziligi uchun qilinadi bir ish yoki Allohning roziligi uchun tashlanadi bir ish. Biz nima qilaylik yoki nimani tark qilmaylik, Allohning roziligidan boshqa maqsad bizni qiziqtirmasligi kerak. Haqiqiy muxlis kim? Shunday odamki, uni birov maqtasa ham baribir, uni yomonlasa ham baribir. Kim uchun qilyapti? Alloh uchun qilyapti. Riyokor odam qilgan yaxshiligini odamlar bilmasa, sen odamlardan minnatdorchilik bilish uchun ko'rish uchun qilayotgan bo'lsang, bu riyo bo'pti, bu shirk bo'pti kichkina. Buni hech qilmaslik kerak. Payg'ambarimizga agar shu diningdan maqsading dunyo bo'lsa, hammasini beramiz deganda, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ochiq, ravshan bundan biror bir dunyo matosini ko'zlamayotganligini aytib o'tdilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Valid gapini tugatgandan keyin, "Ey amaki" dedilar. "Gapingizni tugatdingizmi?" "Ha, tugatdim. Endi mendan eshiting." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Qur'on oyatlaridan Fussilat surasidan bir qancha oyatlarni o'qib berdi. Bismillahirrohmanirrohim. Hamim. Tanzilun minar rohmanir rohim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun. Bashiran va nadhira fa'arada aktharuhum fahum la yasma'un. Ta fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin va Samud oyatigacha o'qib berdi. Mazmuni quyidagicha edi. Birinchi marta Valid ibn Mughira Qur'on oyatlarini hech kim chalg'itmasdan, hayoli bo'linmasdan diqqat qilib eshityapti. Bu arab. Arab tilini zo'r biladi, she'rni zo'r biladi, kohinlik sehrni farqiga boradi. Birinchi marta da'vatni xotirjam eshityapti. Homim. Ushbu Qur'on mehribon va rahimli Alloh tomonidan nozil qilingandir. U biladigan qavm uchun mo'minlarga xushxabar beruvchi va kofirlarni azobdan ogohlantiruvchi arabiy Qur'on holida nozil qilinib, oyatlari mufassal bayon qilingan kitobdir. Bas kofirlarning ko'plari uning oyatlari haqida tafakkur qilishdan yuz o'girdilar. Demak, ular eshitmasdilar. Oxirgi o'qigan oyat shu bo'ldiki, bas ular, ya'ni Makka mushriklari mana shu tafsilotlardan keyin ham yolg'iz Allohga iymon keltirishdan yuz o'girsalar, u holda ayting, men sizlarni xuddi Od va Samud qabilalarini urgan chaqmoqqa o'xshagan bir chaqmoq halokatdan ogohlantirdim. Shu joyga yetganda Valid irg'ib turdida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam og'zini qo'li bilan to'sib, "Bas, yetadi ey Muhammad. Qarindosh urug'chiligimiz hurmati o'qima, yetadi, bas" dedi. Chunki Od qavmi, Samud qavmiga kelgan balo senlarda boshingga keladi degan joyda shu baloni kelishidan qo'rqib ketdi. Chunki payg'ambarimiz sodiqul amin bo'lganlar. Hech qachon yolg'on gapirmaganlar. Shuning uchun ishongan, ta'sir qildi unga Qur'on. Shunday turdida og'zini to'sib, bo'ldi o'qima dedi. Demak, bir insonga islom yetkazilishi, har xil laqablar qo'yilmasa, har xil suratlar qo'yilmasa islom ustiga, islom sof holda gapirilsa odamlar islomga iqbol qilib keladi. Har tomondan har xil tuhmatlar, har xil bir bo'xtonlar qilib turib, islomning suratini xunuk qilib ko'rsatiladi. Odamlarni dinni tushunmaganlari islom shunaqa yomon narsani deb gumon qiladi. Islomda o'zini qo'yib beraylik-da, tushunishlikda, o'qishlikda. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sajda oyatigacha o'qidilar-da, sajdani qilib turib, "Ey amaki, meni sizlarga aytadigan gapim shu" dedilar. Valid birinchi marta Qur'onni eshitdi, xotirjam. Qur'on unga ta'sir qildi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Innala minal bayani la sihra." Albatta, chiroyli bayonda odamga ta'sir qiladigan sehr bor. Bir odam so'zga usta bo'lsa, notiq bo'lsa, gapirib turib odamni sehrlab qo'yishi mumkin. Endi Qur'on qanday ta'sir qilmasin odamga? Odamning so'zi shunday ta'sir qilib turgan paytda. Valid ibn Mughira Qurayshning oldiga qaytib borganida ular Validni yuziga qarab turib, Allohga qasam, bu ketayotgan yuzi bilan qaytib kelmayapti dedi. Ya'ni ketayotganda boshqacha ketuvdi, kelayotganda boshqacha. "Ey Valid, nimani olib kelding bizga Muhammadning oldidan?" Valid ularga qarab turib, mashhur so'zini aytdi. Uning so'zida halovat bor. Uning lafzida tilovat bor. Uning yuqorisi osmonni tutgan, osti esa yerni mahkam tutgan. Uning so'zlari oliy bo'ladi, undan hech kim oliy bo'la olmaydi.
Arab edi, she'rni tushunar edi. She'r emasligini tushundi. Bu kalimani yerga tomir mahkam yopishgan. Bu kalimani ustida osmonga ulanganligini tushunib, undan hech qaysi kalima oliy bo'lmasligini tushunib turib, shu gapni aytganida, intafaha sihru. Seni sehrlab qo'yibdi-ku dedi. Har bitta payg'ambar o'zini zamonidagi odamlarga mo'jiza ko'rsatgan bo'lsa, shu mo'jiza ana shu qavm qaysi sohada rivoj topgan bo'lsa, o'sha sohada bo'lgan. Musa alayhisalom zamonida sehrda kuchayib ketgan odamlar Alloh taolo Musa alayhisalomga shu bobda mo'jiza berdi. Qo'lini shunday qo'njiga tiqib chiqarganida qo'li quyoshdek oppoq bo'lib chiqdi. Asosini yerga tashlaganida ilonga aylandi. Shu sehr borasida ustun bo'lib Musoning mo'jizasi. Iso alayhisalom zamonida meditsina, tabobat rivojlangan edi. Juda ko'p kasallarda dorisini topishgan edi. Endi Iso alayhisalom davolanmaydigan pes, kar, ko'r, soqol shollarni davolardi. Hatto 4 ta joyda o'lik tiriltirib bergan. Demak, har bitta payg'ambar o'zini qavmiga shu qavm qaysi sohada peshqadam bo'lsa, mo'jiza kelgan. Arablarni musobaqasi lug'atda, so'zda edi. She'rda musobaqa qilardi ular. O'sh paytda ham, hozir ham, bundan keyin ham arab tilidaqa go'zal til bo'lmaydi dunyoda. Yaxshilab bilib olaylik. Chunki arab tili Qur'on tili. Arab tili jannatiylarning tili. Arab tiliga dunyodagi hech qaysi til barobar bo'la olmaydi. Endi ular tilda musobaqa o'ynaganligi uchun Qur'on ularga shunday bir mo'jiza bo'lib keldi. Shuning uchun aytibdi-da, uning so'zida halovat bor, lafzida tilovat bor, yuqorisi osmonni tutgan, osti esa yerni mahkam ushlagan. Uning so'zlari oliy bo'ladi, uning so'zidan hech narsa oliy bo'lmaydi. Evali ota-bobongni dindan qaytdingmi sen ham? Deganida axir Muhammadning gapi bor yo'g'i bitta she'r-ku deganida aytdiki, "Ey qavm" dedi. She'rni sizlar menchalik bilmaysizlar. U she'r emas uni gapi. Ular, bo'lmasam kohin dedi. Kohinni ham kimligini bilaman, qiladigan harakatlari, pichir-pichirlarni bilaman dedi. Unda esa majnun deb ko'rishdi. Yo'q, u jinni odammi, majnun odammi, gapi, qiladigan harakati, o'zini tutishi hammamizga ma'lum. Muhammad jinni emas dedi. Ular unda sehrgar deydi. Ya u sehr emas dedi. Quraysh, Vali, sen bizni qiyin ahvolga solib qo'y. Nima deymiz endi uni dedi. Nima deyishimiz kerak Muhammad haqida deganida Valid aytdiki, "Ey qavm" dedi. So'zimga quloq solasizlarmi? Ha, gapir. Uni gap haq dedi. Chunki Qur'onni eshitdi, haqligiga qalbi taskin topdi, tushundi, angladi. U haq, unga ergashinglar dedi. Ular aytdi, "Hargiz ota-bobomizning dinini tark qilib, unga ergashmaymiz" dedi. Boshqasini gapir. Valid, agar ergashlikdan bosh tortsanglar, ikkinchi narsani tanlaylar. Ikkinchi narsa uni tek qo'yinglar. O'z holiga qo'yib qo'yinglar. Allohga qasamki, men undan eshitgan so'zlarda buyuk natijasi yaqinda ko'zga ko'rinadi. Tek qo'yinglar uni. Agar boshqa arablarga chiqsa, uni o'ldirib yuborsa, qutulasizlar. Ya agar g'olib bo'lib ketsa, ular ustidan aziz bo'lsa, uni azizligi, uni sharafi, kuch-quvvati sizlardagi, chunki u ham Qurayshdan dedi. Hikmat bilan gapiryapti. Tek qo'yib beringlar desa, unga ham rozi bo'lishmadi. Valid ibn Mughira oyatlarni anglab tushunganidan keyin o'zini qavmini islomga, hidoyatiga sabab bo'lishga imkoniyati bo'lib turib, yuz o'girdi. Endi uni ham qabul qilmasanglar, nima deyman? Unga biror bir so'zni nisbatlash kerak bo'lsa, sehrgar deylar, o'sha to'g'riroq bo'ladi haqiqatga deylar. Chunki uni gapini eshitib turib odamlar nima qilyapti? Sehrlanib qolyapti. Sehrgar deyishdi. Qavmini islomiga, iymoniga sabab bo'lishlik baxtiga yetadigan holatda yuz o'girdi. Alloh taolo u haqida Qur'onda oyatlar nozil qildi. Astagfirullah, zarni va man xalaqtu wahida va ja'altu lahu malan mamduda va banina shuhuda va mahattu lahu tamhida thumma yatma'un azid kalla innahu kana li ayatina anida sa'urhiquhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar faqutila kayfa qaddar thumma qutila kayfa qaddar thumma nadar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala in hadha illa sihrun yu'thar in hadha illa qawlul bashar. Alloh taolo aytdi, sauslihi saqar. Ey Muhammad, men so'qqabosh holida yaratgan kimsani o'zimga qo'yib bering.
Men unga keng, mo'l mol davlat va doimo yonida hozir va nozir o'g'illarni ato qildim. Yana unga hayotni barcha ne'matlarini qulay oson qilib qo'ydim. So'ngra u yana ziyoda qilishimni ta'ma qilur. Yo'q, uning bu ta'masi behudadir. Chunki u bizning oyatlarimizga qarshilik qilguvchidir. Yaqinda men uni bir xarsang toshga, ya'ni o'tib bo'lmas bir to'siqqa duchor qilajakman. Chunki nima sababdan? Alloh taolo Valid ibn Mughira bergan hamma ne'matini sanadi. Boy qilganman, o'g'illarni berganman, hayotda hamma qulayligini berganman. Oyatni eshitib turib, haqligini tushungandan keyin dushmanlik qildi. Chunki u Qur'onni eshitgach, bu ilohiy kitobga qanday tuhmat qilish to'g'risida o'yladi, reja tuzdi deydi Alloh. Halol qilingur, qanday reja tuzdi-ya? Yana halol qilingur, qanday reja tuzdi-ya? So'ngra u o'ylagan rejalariga qaradi. So'ngra Qur'ondan biron ayb topa olmagach, peshonasini tirishtirdi va aftini burishtirdi. So'ngra haqdan yuz o'girdi va kibr havo qildi. Bas, u aytdiki, bu Qur'on Allohning so'zi emas, balki faqat avvalgilardan naql qilinayotgan bir sehrdir. Bu faqat basharning so'zi dedi. Alloh nima dedi? Yaqinda men uni saqarga, jahannamga kiritajakman. Uni o'zi haqida oyatlar tushdi. Chunki haqni ko'rganidan keyin, bilganidan keyin inkor qilgan odam ahvoli mana shunday bo'lishi kerak edi. Hech qaysi bu Qurayshning qilgan ishlari foyda bermagandan keyin endi ochiqdan ochiq payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ozor berishga o'tishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ka'bani oldida o'tirgan Qurayshning oldiga o'tar ekan, tavof qilishni boshladi. Tavof qilayotganida har tavof qilib ularni oldiga o'tganda haqorat qilib, masxar qilib so'kishardi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ana shu tavofda davom etar ekan, har o'tganda haqorat qilib, haddan oshirishib olganda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam halim kishi bo'lganlar. Shunday to'xtadilar, ularga qarab turib, "Ey Quraysh, ko'zlar ko'r bo'lsin. Men sizlar ustinglarga so'yilishliginglarni olib keldim" dedi. Bir og'iz gapiga Quraysh cho'chib ketdi. Shunday turdi o'rnidan, "Ey Muhammad, bizni kechirib qo'y. Sen halim odamsan. Seni haqqini joyiga qo'ymadik, hurmat qilmadik. Bizni kechirib qo'y" dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam indamadilar-da, uyga qarab ketdilar. Quraysh o'tirib o'ziga kelgandan keyin, to'xtanglar. Bir og'iz gapiga cho'chib ketdingmi? Ertaga kelsin, ertaga bundan ham qattiq haqorat qilamiz deydi. Ertasi kuni payg'ambarimiz tavof qilgan kelganlarida boya kishilar atrofiga shunday kelishdi-da, biri yelkasiga turtdi, biri kiyimidan tortdi. "Senmi bizni qo'rqitgan? Senmi bizga bir zabixni olib kelaman, so'lishni olib kelaman" degan turtib turishdi. Payg'ambarimiz urushni boshlashdi. Rahmatan lil alamin bo'lgan zot, birodarlar, jannatga kiringlar degan kalimani aytganligi uchun ozod chekyaptilar. Dunyo so'ragani yo'q, amalini so'ragani yo'q. Alloh deylar, jannatga kiringlar deb shunday aziyatlar bo'ldi. Fatima onamiz bu manzarani ko'rib turgandilar. Kelib otasiga yordam bermoqchi bo'ldi, lekin zaifa. Yugurib Abu Bakr Siddiqning oldiga bordi. Abu Bakrga holatni aytganda, Abu Bakr tezlik bilan keldi, payg'ambarimizni ulardan himoya qilmoqchi bo'lib, "Ey, insof qilinglar. Robbim Alloh deb qo'yganing uchun o'ldirib borasizlarmi?" Payg'ambarimizni qo'yib, endi Abu Bakr durib ketishdi. Abu Bakrni shunday qattiq kaltaklashdiki, hushidan ketib yiqilib tushdi. Uni o'ldi deb tashab qo'yishdi. Abu Bakrni ko'tarib uyiga olib borishdi. 3 kundan keyin o'ziga keldi. O'ziga kelib birinchi gapirgan gapi Rasulullohga nima bo'ldi? Rasululloh tinchmi deb so'radi. Onasi, "Ha Muhammadni qo'y, o'zingga qarab olam" desa, "Allohga qasam, ovqat ham yeyman, suv ham ichmayman. Meni Muhammadning oldiga olib boringlar" dedi. Olib borishgandan keyin, payg'ambarimizni tinch olmaligini ko'rgandan keyin uyiga qaytib keldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ka'bani oldiga kelar ekan, Abu Jahl bor bo'lgan bir majlis turardi shu yerda. Majlisda Abu Jahl bor edi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlar, har bitta ummatni Fir'avni bo'ladi. Bu ummatni Fir'avni Abu Jahl deganlar. Amr ibn Hishom o'zini aytdi. Quraysh uni zo'r fikrlar chiqqanligi uchun Abul Hakam, hikmat otasi deyshar edi. Payg'ambarimiz Abu Jahl, johillikning otasi deb qo'yadilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tavof qilishni boshlaganda, hali payg'ambarimiz hech ham eshitmagan juda qattiq oshcha haqorat qildi. Payg'ambarimiz oshcha taqillavordi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam juda xafa bo'ldilar, lekin hech narsa demasdan ketdilar. Mana shu holatni
iymonini yashirib turgan bir mo'min ayol ko'rib qoladi. Uni ham dili vayron bo'lib chiqib ketsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning amakisi Hamza ibn Abdul Muttolib ovdan kelayotgan bo'ladi. Hamza roziyallohu anhu nihoyatda jismonan bir baquvvat, dovyurak, shijoatli Qurayshning eng kuchli yigitlaridan edi. U ov qilishni yaxshi ko'rardi. Ana shu ovni orasida arslon va sherlarni ovlardi. Bu insonning yuragini quvvatiga, bilagini quvvatiga ishora qilar edi. Hamza ovdan kelar ekan, haligi mo'mina ayol to'xtatib turib, "Ey Hamza, jiyaningga Abu Jahl qanday muomala qilganini ko'rganingda" dedi. Nima qildi? Ayol kishi aytib berdi hamyot. Shunda bizni urg'imizdan birorta odam bir narsa deb javob bermadimi? Dedi, hech kim javob bermadi dedi. Hamma ishini tashab turib, jiyani, jigari, urug'chilik hamiyati, to'g'ri. Men uni dinida turib, qanday qilib uni haqorat qilasan? O'z xilda boshini yorilgan hech narsa olmay qoldi. Bu gapirgan gapini oldida. Chunki Hamza iymonga kelishligi musulmonlarga quvvat bo'lar edi. Payg'ambarimizning dinida emas edi Hamza. Faqat urug'chilik, jigarchilik hamiyati tutib turib shu gapni gapirib olgan edi. Banu Mahzum urug'i, Abu Jahl urug'i turmoqchi bo'lganda Abu Jahl tek qo'ylar dedi. Tek qo'ylar. Men jiyanini haqorat qildim, u javobini berdi dedi. Men uni dinida turib, qanday qilib uni haqorat qilasan? Uyiga bordi, Hamza jahl ustida, g'azab ustida aytib qo'ydi hali kalimani. Kechasi bilan qiynalib chiqdi. Qanday qilib ota-bobosining dinidan bir og'iz gap bilan chiqib ketib qoladi? Muhammadning dini nimaligini bilmasam, yo'q, men jahl ustida aytib qo'yibman, kechirib qo'yinglar, men gapimdan qaytdim desa, bu arablar uchun ayb. Shunda Hamza roziyallohu anhu aytadi: "Allohga duo qildim, Parvardigor, agar jiyanimning ishi to'g'ri bo'lsa, qalbimga shuni tasdiqini tushirgin. Yo agar jiyanim ishi to'g'ri bo'lmasa, mana shu tushib qolgan holatimdan meni o'zim chiqargin" deb duo qildi. Alloh qalbiga Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ishini haqligini tasdiqini tushirdi va ertalab kelib Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldida shahodat kalimasini aytdi, musulmonlar qatoriga qo'shildi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.